Faraz qiling, bir odamni o'limga hukm qilishdi. Hozir osishadi yoki kallasini olishadi. 2 rakat namoz o'qib oldi, ruxsat berishadi. Mana shu namozning xushu bo'ladi. Chunki namozda o'qib bo'lishiga qatl bo'lishini biladi, dunyodan chiqib ketishini biladi, o'shuning uchun mana shu odamning namozida xushu bo'ladi. Eslang, qachon shunaqa xushu bilan namoz o'qigansiz? Bir 10 yil deya bu yog'ini istaydi, orqani istab. Uyalib qolasiz. Aytyapmiz-ku, ibodatlarda hammasini siri, orqasidan ko'zlangan maqsadi mana shu xushu edi. Xushusiz qilingan ibodat ruhsiz jasadga o'xshaydi. Xushusiz qilingan ibodat bu bor yo'g'i rasm-rusumlar yig'indisi bo'lib qoladi. Ana, mushriklarni ko'rmaysizmi? Ibodat deb o'zlaricha bir harakatlarni qiladi. O'tiradi, turadi, yuguradi, ammo ruhi yo'q. Bizning namozimiz bilan ro'zamiz ham shunaqa bo'lib qolmasligi kerak. Mana xatmida turibmiz. Soatga qarab qo'yamiz. 5 minutdan o'tib ketdi mo 2 rakat. Matajinda cho'zib yubordi qori. Kanni anaqa o'tib ketdi. E'xoz ko'tarilib ketdi. Chiyilab yordi. Isib ketdi xona, sovib ketdi xona. Subhanalloh. Boyaga qatlga hukm qilingan odam namoz o'qiyotganda oyog'ini tayi yumshoqmi, qattiqmi, issiqmi, sovuqmi e'tibor qiladimi? Yo'q. Nima uchun? Qo'rquv bor. Bizning ibodatlarimiz, birodarlar, marosimlar yig'indiga aylanib qolmasin. Marosim bilan ibodat o'rtasida farq bormi? Bor. Marosimlarda maqsadi, g'oyasi va ma'nosi bo'lmaydi. Akalar, u marosimlar modomiki shariatga zid bo'lmasa qilaversin, urf-odatga haqqi bor hamma xalqda. Ammo uning orqasida bir maqsad bilan bir ma'no bo'lmaydi-da. To'g'rimi? Ibodat, birodarlar, uning orqasida g'oya bor. Uning orqasida hikmat bor. Uning orqasida bir maqsad bor. Mana zakot, haj, sadaqa, namozlarni ko'rib chiqamiz. Bularning orqasidagi g'oya, maqsad nima ekanligini Alloh Qur'onda aytgan. Astagfirullah. Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim. Ey Muhammad alayhisalom, mana zakot bilan sadaqa haqida. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab, tozalaydigan sadaqa sifatida oling. Demak, zakot va sadaqadan maqsad molni poklash, nafsni poklash va fazilatlar bilan bezash. Ana, maqsadi bor ekanmi? Zakot bilan sadaqadan ko'zlangan maqsad nafsni poklaymiz, molni poklaymiz, nafsimizni fazilatlar bilan bezaymiz. Baxillik degan kasallikni chiqaramiz. Demak, zakot bilan sadaqaning maqsadi shu. Roza. Mana roza tutyapmiz. Nima edi? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqvoli zotlar bo'lishinglar uchun, taqvodor bo'lishinglar uchun ey mu'minlar, avvalgilarga farz qilinganidek sizlarga ham roza farz qilindi. Rozadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan. Qo'yingki, boshqa hamma amallarimizni qarasanglar, orqasida bir maqsad bor, birodarlar. G'oyasi bor, hikmati bor. Birodarlar, biz Alloh taoloni tanisak, Alloh taoloni hukmlarini, hikmatini tushunsak, dinni o'rgansak, Allohni tanisak, tamom. Hamma muammo hal bo'ladi. Ishonasizlarmi? Bu mubolag'a emas. Bu mubolag'a emas. Allohni tanidingmi? Chinakamiga tanidingmi? Muammolaring qolmadi. Hamma muammolaring yechiladi. Bu nima degani? Sen haqiqatan Allohni tanigan bo'lsang, Allohni Rob ekaniga, yaratuvchi ekaniga, ko'rib bilib kuzatuvchi ekaniga, har narsaga qodir ekaniga, Razzoq ekaniga, G'ofurur Rohim ekanligiga ishonching komil bo'lsa, sen gunoh qilmay qo'yasan. Gunoh qilmay qo'ydingmi? Muammo yechildi. Nima uchun? Chunki ustimizga kelayotgan qanaqa muammo bo'lmasin, birodarlar, o'zimizni qilayotgan gunohimiz sababidan keladi.
Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Mana dalil. Nima musibat yetmasin deyapti Alloh taolo. Qanaqa musibat yetmasin? Bima kasabat aydikum. O'zingizlar xohishlari bilan, ixtiyoringlar bilan qilgan ish sababidan keladi. Yana Alloh hamma gunohga jazo bermaydi, ko'pini kechirib turadi. Gunoh bormi? Musibatni kutavering. Gunohdan tiyildingizmi? Musibatlar, muammolar tugadi deging. Demak, Allohni taniganing aniq. Allohga iymoning komil, demak osiy bo'la olmaysan. O'sha ko'chada osiylik qilib yurgan odamlarni qarasangiz, muammosi mashi. Allohni tanimaydi ular. Allohni tanimaydi. Endi sen Allohni tanib, osiylikdan qutuldingmi? Demak, xayriyatga kirding. Muammolaring birin-ketin yechilishni boshlaydi. Chunki hozir aytdik, aksar muammolarimizning sababi nima ekan? Qilgan gunohlarimiz ekan. Qarang oyatni go'zalligini. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo unga har qanday muammodan chiqib ketadigan yo'lni, yechimni beradi. Va orqasidan kutmagan joydan rizqni beradi. Taqvo qilsang, muammolaring yechiladi, kutmagan joydan rizqini beradi. Davomini qarang. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga ishini topshirsa, Allohga suyansa, tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Qarang, taqvo qiluvdingiz, muammoning yechimini berdi, rizqingizni berdi. Tavakkal qiluvdingiz, ishingizni qo'liga oldi. Endi sizga muammo qoladimi? Tushunyapsizlarmi? Muammo nimada? Katta savdo markazlarida ana shu sotuvchilarni nazorat qilib turishligi uchun ustlariga kamera qo'yib qo'yadi. Ko'rgansizlar. Kassalar ustida kamera turadi. Ana shu kamera orqali shu sotuvchini har bitta harakati kuzatib turiladi. Har bitta qilgan harakati, har bitta aytgan so'z yozilib turadi. Shuning uchun u ish joyida uxlamaydi, telefon o'ynamaydi, gaplashib o'tirmaydi. Nima uchun? Kuzatuvda ekanligini bilgani uchun. Agar odamlar ham qarang, bitta kamera o'sha savdogarni tartib intizomli qilib qo'yapti-ya. Bitta kamera ja oshib borsa ishdan haydab olar. Oyligini qisqartirib qo'yar. Lekin bitta kamera uni kuzatib turganligini ko'rgani uchun ishini bilib qilganidek, agar odamlar ham hayotda Alloh ularning har bitta qilayotgan ishidan xabardor ekanligini bilsa, uyidami, ko'chadami, safardami, hazardami, va mana shu qilgan ish uchun Alloh taolo unga jazo berishiga aniq ishonsa, gunohga qo'laveramidi? Tushundinglarmi ukalar? Hayotingizda zo'r bo'lishini xohlasanglar, kelajakda va hozir gunohdan ehtiyot bo'linglar. Siz bilan bizni qilayotgan bu ibodatlarimizdan ko'zlangan maqsad mana shu xushu, taqvo, qo'rquv edi. Agar biz namoz o'qisak, ro'za tutsak, zikr aytsak-ku, hayotda qilayotgan ishlarimiz bu zikrimizga, namozimizga to'g'ri kelmasa, demak biz bu amallarimiz faqat shakliy bo'lib qoldi. O'shuning uchun rizqingizda baraka yo'q. O'shuning uchun boshingiz qarzdan chiqmayapti. O'shuning uchun ishingiz yurishmayapti. Ming xil yo'lini qilib ko'ryapsiz. Har xil bir treninglarga borib, biznes trenerlardan eshityapsiz, lekin hech ham bo'lavermayapti-da muammo yechimi. Sabab nima ekan? Sabab nima ekan? Ana shu qilayotgan ishlarimiz bizning hayotimizda aksi ko'rinmayapti, ibodatlarimizda. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar, har bitta holatingda Alloh seni kuzatib turishiga aniq ishonsang, mushkulalaring hal bo'ldi. Gunoh qilmaysan, mana shu mushkulalaringni hal bo'lgani bo'ladi. Namoz. Inna solata tanha anil fahsha'i val munkar. Namozdan ko'zlangan maqsad demak nima ekan? Fahsh va munkardan qaytarishi. Albatta namoz buzuqlik va yomonlikdan to'sadi. Namozni o'qiysan, ammo buzuqlik va fahsh ni to'xtatmayotgan bo'lsang, seni namozing namoz emas. Payg'ambarimiz aytganlar, kimning namozi uni fahsh va munkardan to'smasa, uning namozi namoz emas deganlar.
Endi namoz o'qib turib ham boloxonali so'kishdan to'xtamayaptimi? 3 ta gapini 4-inchisi so'kinishmi? Demak, uni namozi namoz emas. Chunki namozdan ko'zlangan maqsad mana shu fahsh bilan munkardan tiyilishligi edi. Demak, birodarlar, namozdan ko'zlangan maqsad zikr edi, yaqinlik edi, nur edi. Dinimiz namozga, ro'zaga, hajga buyuradi. Lekin har bittasining orqasida hikmati bor, maqsadi bor. Bu narsani Qur'on bilan sunnat bizga bayon qilgan. Har bitta ibodat uchun bandaga bir ulug' ajr, hariyatlar bor. Endi ana shu qilgan amaliga mukofot olish uchun u amallarida ruh bo'lish kerak. Amallardagi ruh ana shu xushu bo'ladi. Aks holda bizni qilayotgan amallarimiz xushusiz bo'lsa, ruhsiz bo'lsa, bu marosimlarga o'xshab qoladi. Ma'nosiz xatti-harakatlarning yig'indisiga o'xshab qoladi. Ibodatlarimizdagi ruh ana shu xushu bo'ladi. Agar ibodatlarimizda xushu bo'lmasa, u ibodatlarda ruh bo'lmaydi, u faqatgina jismoniy xatti-harakatlarning yig'indisi bo'lib qoladi, xolos. Bir odam hajga bordi. Katta mablag'ni to'ladi. Aeroportga bordi, samolyotni kutdi, yurtini tark qildi, oilalardan uzoq bo'ldi. Makka ga yetib keldi. Tiqilinch, to's-to'polon, issiq, Ka'bani tavof qildi, ammo biror narsani his qilmadi qalbida. Arafotga chiqdi, soatlab chodirda o'tirdi, hech narsani his qilmadi qalbida. Xuddi sayohatchidek vaqt o'tkazdi. Issiq, tiqilinch, konditsioner qani, ovqat qani, muzdek suv qani, ichdi, yedi, uxladi, dam oldi, hech narsani his qilmadi. Keyin Muzdalifaga ketdi, tunadi. Keyin Minoga ketdi. Faqat jismoniy qiyinchilik xolos. Qalbida biron narsani his qilmadi. Alloh taolo bandalarni haj qilishga buyurganida ulardan faqatgina shu narsani talab qilganmidi? Pulni sarfla, ihromni kiy, uyingdan chiq, issiqda yur, Ka'bani aylan, shaytonga tosh ot. Hajdan ko'zlangan maqsad shumidi? Aytyapmiz-ku, bizni qilayotgan ibodatlarimizda xushu bo'lmasa, demak ibodatimizda ruh yo'q ekan. Xushu yo'qmi? U amaldan tezda charchaymiz, tezda malollanamiz. Haj degani, birodarlar, bu Allohga iqbol qilish degani. Unga yaqin bo'lishlikka intilish degani. Allohning rahmatini his qilish degani. Marhamatini anglash kerak degani. Agar shular bo'lmasa, haj ham, umra ham oddiy bir safarga aylanib qoladi. Haj bo'lsin, umra bo'lsin, bir narsani his qilishingiz kerak. Ayniqsa birinchi marta ketayotgandagi holatingiz bilan qaytib kelgandan keyingi holatingiz o'rtasida juda katta farq bo'lishi kerak. Agar shu farqni topmagan bo'lsangiz, borib kelib birodar, demak siz sayohat qilib kelibsiz. Shu ibodatingizda biz aytayotgan xushu bo'lmabdi, ruh bo'lmabdi. Hajni birodarlar, faqihlar fiqhiy tarafini bizga o'rgatishadi. Ihrom nima, u qanaqa bo'lish kerak, Arafotda qachon turish kerak, nima qilish kerak, ya'ni fiqhiy tomonlarni o'rgatishadi. Bu faqihlarning ishi. Ammo birodarlar, u faqihlar qilayotgan narsani hammasini eslab qololmasangiz ham, yoningizda bitta odam shu ishni qilsa, takrorlasangiz, fiqhiy tomoni to'g'ri bo'laveradi amalingiz. Ammo shu tomoni-chi? Maqsad faqatgina jasadni qiynashmidi? Yo'q. Yo'q. Unda xushu bo'lish kerak edi. Qo'rquv bo'lish kerak edi. Umid bo'lish kerak edi. Qalbingiz shamdek erib, ko'zlaringizdan yoshlar oqish kerak edi. Agar shunday bo'lmagan bo'lsa, sizning hajingiz, sizning umringiz nuqsonli bo'ldi. Chunki birodarlar, haj, umra bu Allohga yaqin bo'lish, iqbol qilish, bog'lanish, qalbni Allohga bo'lgan muhabbat bilan to'lib toshishi. Mana shu o'rinda biz musulmonlar bizdan Alloh xohlagan ibodatlar bilan boshqa din vakillarini qiladigan marosimlar orasida farq bo'lish kerak. Shuni bilib olishimiz kerak. Mana musulmon bo'lgan xalqlar, hindular, indeyslar o'zbekcha aytganda, yoki bo'lmasa Afrikadagi shu bir nima deymiz, o'sha hali ham ibtidoiy jamoat davrida yashayotganlar. Ular ham ibodat deb qilayotgan ishlari bor. Xatti-harakatlari bor, imo ishoralari bor, g'oyasi yo'q, ma'nosi yo'q, maqsadi yo'q.
pichir-pichirlar. Bizi ham amallarimiz birodarlar shularnikidaqa bo'lib qolmasin. Biz Alloh buyurgan ibodatni qilib, qalbimiz jiz etmasa, qalbimiz bir narsani sezmasa, bu Alloh bizdan talab qilgan amal bo'lmabdi. Alloh taolo aytadi, mana Alaq surasida: sajda qil va yaqin bo'l. Sajda qil, yaqin bo'l. Demak, bandani sajda qilishlikdagi topish kerak bo'lgan narsasi Allohga yaqin bo'lish. Aqrabu ma yakunu abdu min robbihi fa huwa sajid. Rasululloh aytganlar, bandani Allohga eng yaqin bo'lgan holati, o'rni, vaqti bu sajda holati deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu boshingizni yerga qo'yganda yaqinlik his qilyapsizmi? Agar ha degan javobni topsangiz, qalbingizda xushu bor ekan. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni zamonlarida u zot masjidda o'tirganlarida kelib namoz o'qidi. 2 rakatmi, 4 rakatmi o'qidi, keldi. Rasululloh aytdilar, "Bor, namozni qaytadan o'qi. Sen namoz o'qimading." Ikkinchi marta o'qib qaytib keldi. Rasululloh yana shunday dedilar. Uchinchi marta o'qib keldi, Rasululloh shunday dedilar. Chunki uni namozida xushu yo'q edi. O'sha qariga qoncha o'qiganday namoz o'qigan edi. Shuning uchun payg'ambarimiz uni namozini bir necha marta qaytardilar. Birodarlar, xushu qalbni Allohga moyil bo'lishi. Xushu qalbni Allohning huzurida boshini egib turishligi. Xushu bo'yin sunib turishlik. Xushu manzilat haqidagi 2-oyat. Astagfirullah. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga moyil bo'ladigan, xoshi bo'ladigan vaqt kelmadimi? Xushuli bo'lgan qalb muhabbatni his qiladi. Bunaqa qalb titraydi. Bilasizmi? Ba'zida shunday bir hadisni eshitasiz yoki biror bir salaf solihlarning hayotidan bir voqeani eshitasizda, ko'zingizga yosh keladi, badaningiz titrab ketadi. Bu mo'minlikning alomati. Astagfirullah. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala robbihim yatavakkalun. Faqat Alloh nomi zikr qilinganida qalblarga qo'rqinch tushadigan, uning oyatlari tilovat qilinganda iymonlari ziyoda bo'ladigan va Parvardigorlarigagina suyanadigan kishilar haqiqiy mo'mindirlar. Allohning zikri bo'lganda, Allohning kitobi tilovat qilinganda bunday odamlarning, haqiqiy mo'minlarning etlari jimirab ketadi. Ko'zlari yoshlanadi, yuzlari yorishadi, jildlari titraydi, asablari iztirobga tushadi. Qachon biz Allohni zikr qilib turib yig'lar ekanmiz? Qachon Qur'on tilovatini eshitib turib ko'zlarimiz yosh kelar ekan? Allohga bo'lgan muhabbat ajlidan bu ko'zlardan yosh oqarmikan bizdan ham? Qo'rqib, umid qilib namozlarda yig'larmikimiz biz ham? Qachongacha jafoda bo'lamiz birodarlar? Qachongacha uzilishlikda, teskarilikda, uzoqlikda bo'lamiz? Banda gunoh sodir qilsa, gunoh ishni qilsa, Alloh uni jazolaydi. Bir bandani Alloh taolo jazolamadi. Bitta gunoh qildi, ikkita gunoh qildi, uchta gunoh qildi, lekin jazo kelavermadi. Jazo deganda bu banda, bu gumroh banda faqatgina bir moliga yoki joniga zarar yetishini o'ylayapti. Qaytaramiz. Bandadan, mo'min bandadan gunoh sodir bo'lsa, Allohdan jazo keladi. Shu bandani Alloh qancha ko'p yaxshi ko'rsa, qancha yaqin bilsa o'ziga, jazo tezroq keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning eng yaxshi ko'rgan bandasi. Ana shu ko'r sahoba kelib, menga ham Allohning kitobidan bir narsani o'rgating deganida Rasululloh nima qildilar? Yuzini burib oldilar bu yoqqa. Nima uchun? Qurayshning zodagonlarini da'vat qilib turgan paytda bu kishi kelib Rasulullohga shu gapni gapirib chalg'itdi. Yuzini burib oldi, Rasulullohdan xato sodir bo'ldi. O'rnida tushdimi oyat?
abasa va tavalla an ja'ahul a'ma. Demak, Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, jazoni tezda berar ekan. Yoki sahobalar Uhud kunida 50 ta kamonchi tushib ketdi, 10 da jazo keldi. Yunus alayhissalom qavmini Allohning ruxsatisiz tashab ketuvdi, 10 da jazo keldi. Xulosa, mo'min bandadan gunoh sodir bo'lsa, agar Alloh shu bandasini o'ziga yaqin olib yaxshi ko'rgan bo'lsa, jazoni tezda berar ekan. Endi biz aytayotgan bu gumroh banda bitta, ikkita, 3 ta, 10 ta gunoh qildi, jazo kelavermadi. Shunda turib dedi ichida, Parvardigor, senga osiylik qilsam ham meni jazolamayapsan-a? Alloh tomonidan uni qalbiga shunday bir shuur tushdi. Go'yoki Alloh taolo dedi: "Ey bandam, seni jazolab qo'ydimmi u? Sezmadingmi? Nima edi u jazo? Menga munojot qilish ne'matidan seni mahrum qilib qo'ydimmi u? Menga munojot qila olmay qolding-ku, shu jazo edi, sezmayapsanmi shuni?" U jismoniy yoki moliy keladigan jazodan ko'ra og'irroq jazo.